Milodiya 1908 yılı 6. ayının 30. günü Rusiyanın Sibiriya təvəsidə insanlar tarixida ko'rilib baxmagan bir qitimliq afat yuz bergan. Bir dona diametri 20 metrga yetadigan meteoroid shu joyning havo bo'shlig'ida portlagan. Yerlik kishilarning aslishiga asoslanganda səhər saat 7da ko'p qism odamlar texi shirin uyqudagi vaqtda tuyuqsiz shiddatli bo'ron chiqqan hamda bu bo'ronga quloqni yarg'udek shovqin aralashgan. 7dan 43 minut o'tganda portlash ovozining anglanishi bilan bir g'oyat zo'r qizil o't shari uzun salyot quyruqini so'rab janubdan shimolga havo bo'shlig'ini kesib o'tgan. Shu hamon uning nuri hatto quyoshdan malqib ketgan. Bir minutdan keyin kishilarning quloq tubida yana aniq bo'lgan portlash ovozi anglangan. Yer zamin titrashga boshlagan. Yiroqdan bir g'oyat zo'r mo'g'ulsimon bo'lib ko'tarilgan. Uningdan keyin kishilar jami 3 qitim shiddatli bo'lgan portlashni his qilgan. Portlashdan keyingi necha kun ichida Tونگوس rayonining osmoni bir xil tutuq sariq rang bilan qoplangan. Shundan keyingi statistikaga asoslanganda shu vaqtdagi portlash kuchi 20 million tonna portlash dorisi qo'yib bergan energiyaga teng kelgan. G'oyat zo'r energiya atrofdagi 2000 kvadrat kilometr doira o'sish olgan o'rmonlikni to'kis qilib o'tgan. Ish yuz bergan rayon bek chet bo'lganlikdan portlash sababini tekshirgan vaqtda allaqachon 20 yil o'tib ketgan. To'g'ri, agar so'qilish 4 soat 37 minutdan keyin yuz bergan bo'lsa, bundaqda bo'lmaydigan portlash shu vaqtda Rossiya poytaxti Sankt-Peterburgni vayron qilgan bo'ladi. Shu sababdan dunyo tariximi o'zgarishi mumkin edi. 20-asrdagi eng cho'ng yechilmagan sirlarning biri bo'lish sifati bilan u nurg'ulg'an olimlarning tadqiqotini o'ziga jalb qildi. Bir asrdan buyon Tونگوس portlashining maxfiyatini aytish uchun nihoyat ko'p nazariyalar orqa-orqadan suv yuziga laylab chiqishga boshladi. Bu nazariyalar noma'lum uchar jism, antimodda, qora o'nkur qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 1921 yili Rossiya olimlari bu to'g'risida tafsiliy tekshirish olib berishga boshladi. Necha yillik amaliy izlanishdan keyin milodiya 1927 yili ular oxiri portlashning aniq o'rnini bekitdi. Lekin odamni qaymoq turdig'ini naq maydonda hech qanday meteoroid ozg'ili bayqalmagan hamda portlash markaziga dal-daraxtlar hech qanday zaxmiy uchirmagan. Bu mushu qatimliq ofatni kichik planetlarning so'qilish keltirib chiqarmagan bo'lishi mumkinligini tushuntiradi. Undan keyingi 10 yilda oldikayni bo'lib 3 tekshirish shatarti bu joyga kelgan, lekin hech qanday natijaga erishilmagan. So'qilgan jism zodi kichik sayyormi yoki boshqa narsami? Biz hech nima bilmaymiz. Hozirga qadar Tونگوس portlashi yana bir yechilmagan sir. Olimlar tadqiqotning bayqishiga asoslanganda yer sharida har 300 yilda bir qatim kichik tipdagi osmon jismlarining so'qilish hodisasi yuz berdi. Keyingi qatimliq so'qilish istiqsiz Tونگوس rayonida yuz berganda yo'q. Keyingi qatimliq portlash bizga qanchalik ziyon elib keladi? Biz aslo tasavvur qila olmaymiz. Yer sharining 4 milliard 600 million yillik umriga selishtirganda insoniyat madaniyatining mavjud bo'lgan vaqti yana nihoyat qisqa. Dunyoda biz tushunishga amalsiz yana nurg'un ishlar mavjud. Ata va tasodifiylik qaysi baldir keladi? Buningga hech kim bir narsa deya olmaydi. Balkim turmushdan huzurlanishni o'rganishmi bir yaxshi ishdek ko'rindi. Bir kun ishlab charchagandan keyin uxlashdan burun o'zimizni erkin tutishga urinib baqsak bo'ladi. Masalan, o'yin o'ynash, o'zimiz yoqtirgan kinolarni ko'rish. Uxlashdan burun o'zingizni mamnun bo'lgandek shaxsiy vaqtni huzurlantiring. Hayot bo'lsa bir maydon marafon yugurish, hozirni qadrlash, qarmoqqa bir yomon emas tanlashdek turadi.